Bo'g'it kasalliklari bular asosan sovuqlik kasalliklariga kiradi. Bularning sababi sovuqdan. Sovuqli mahsulotlarni ko'p yeyishdan, sovuq zax joylarda bo'lishdan, shulardan paydo bo'ladigan kasallik. Bo'g'it kasalliklariga masalan tizzadagi bo'g'inlar, qo'ldagi bo'g'inlar, hamma joydagi bo'g'inlar, masalan ko'proq uchraydigan kasalliklar bu tizzada. Buni zamonaviy tibbiyotda gonartroz deydi. Boksada bo'ladi bo'g'it kasalliklari, buni koks artroz deydi. Keyin bel churrasi deymiz, grija diski deyiladi. Bular ham shu bo'g'it kasalliklariga kiradi. Ular sovuqlik kasalliklari bo'lgani uchun bularni davolashda ham asosan sovuqli narsalardan parhez qilinadi. Sovuq suvda cho'milmaslik kerak, sovuq joylarda ko'proq yurmaslik kerak, ayniqsa oyoqni issiq qilish kerak. Chunki sovuq to'g'ri oyoqdan boradi. Ikkinchi yana tanamizda yig'iladigan sovuq, shamollashlar bular ovqatdan bo'ladi. Sovuqli ovqatlar bo'lgan, masalan, aytaylik sut mahsulotlari bormi, ho'l mevalar, sabzavotlarni ko'p asosan sovuqlik bo'ladi. Keyin xamir ovqatlar sovuqlik, ichadigan ichimliklarimiz bor, har xil gazirованный, gazli nimalar, ichimliklar. Bularni hammasi, ayniqsa shirinli narsalar, asaldan tashqari shakar qo'shilgan narsalar borki, bular hammasi sovuqlik. Tanamizda sovuq ko'paygandan keyin o'sha a'zolarni ham nimasi soviydi. Masalan, jigar, oshqozon, buyrak deymiz. Bular ham sovishga boshlagandan keyin o'zini haroratdan pasayib ketgandan keyin harorati albatta ularning ham quvvati tushib ketadi. Quvvati pasayadi. Quvvat pasaygandan keyin bu a'zolar ham o'zini vazifasini to'liq bajarib bera olmaydi. Kuz mavsum kelyapti, qish. Bu yoqda tanani doim issiq olib yurish kerak, ayniqsa oyoqni. Qishda asosan issiqli ovqatlar yeyiladi. Sovuqli ovqatlar masalan, aytaylik go'ja deymizmi, akroshkalar deymizmi, boshqalar deymizmi, ho'l mevalar, bular hammasi yozda yeyiladigan narsalar. Endi qishda ho'l mevalar emas, quruq mevalarga o'tish kerak, issiqli ovqatlarga o'tish kerak. Endi bo'g'it kasallarida ovqatga e'tibor berish kerak deyapmiz. Birinchi galda qo'yni dumba yog'ini iste'mol qilib turish kerak. Chunki qo'yni dumba yog'ida ham issiqlik bor, ham ho'llik bor. Shu narsa bo'g'it kasallarida eng foydali hisoblanadi.